E9 vizasidaman hozir. Страховка masalasi bo'yicha juda ham ko'p odamlar bilish kerak bo'lgan narsani aytib o'taman. Ya'ni Koreyaning страховкасы, ya'ni qanday ishlaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, Koreyaning страховкасы hamma narsaga to'lanadi, hamma narsaga qoplanib beriladi. Masalan, betob bo'lib qolgan payti hamma pul o'sha 100% qoplanib beriladi deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Shuning bo'yicha bu yerdagi страховка kichik bo'lgan to'lovlarni to'lashga va kichik to'lovlarni qaysidir bir qismini sizga skidka qilib berishga mo'ljallangan. Yaqinda o'zim o'sha shaxsiy klinikaga borib, ya'ni koreys klinikasiga borib analiz topshirdim. Analiz topshirganim uchun shuning bo'yicha o'sha analiz va o'sha doktorni o'zini qabuli gazeta 30,000 won chiqdi. Undan keyin doktor menga o'sha dori yozib berdi. Qabuli, analizi, o'sha nimasi, dorisi umumiy hisobda gazeta bir 12,000 won chiqdi. Ya'ni skidka bilan. Agar skidkasiz bo'lganda bu 30,000, 40,000 yoki 50,000 won atrofida bo'lar edi. Xuddi mana shu holatda sizlarning страховкаларning ishlaydi. Agar juda ham qimmat bo'lgan bir masalan sog'liklaring xudo ko'rsatmasin qochib qolsa, masalan 3 million, 4 million bo'layotgan bo'lsa, menimcha bu holatda страховка to'lab bermaydi. Ya'ni o'zimni eshitishim bo'yicha, yaqin o'sha tanishlarim aytishi bo'yicha, страховка faqat kichik o'sha summalarga skidka qilib berishda ishlatilar ekan. Video yoqqan bo'lsa, bitta chiroyligina like tugmasini bosib, kommentariyaga o'zlaringni fikrlaringni qoldiringlar va sizlarda qanaqa holat bo'lgan, mana shuni kommentariyada yozib ketsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.